Cobalt magnitofoniga mana Bluetooth qo'yib uchun olib qoldik. Mana radniy magnitofon. Fleshga ketmaydi, radio bor, disk ishlagan qachondir. Hozir AUX joyi mana bor. Shunga Bluetooth o'rnatib beramiz. Ulanishini video qilib qo'yaman. Mana Cobalt magnitofonni tablosini ochib oldik. Birinchi qiladigan ishimiz AUX yog' bo'lsa-da tabloda sezishi uchun AUX ichidan ikkita xuddi shunaqa kontaktni olib tashlaymiz. Yoki orqa tarafidan kesib qo'ysa ham bo'ladi liniyani. Men AUXni ichini ochib mana ko'rishlaringiz mumkin, ikkita liniyani chiqarib qo'ydim. Xo'p, AUXni massasi, AUXni o'ng tarafi, AUXni chap taraf liniyasi. Buni taroqchalardan, bashara taroqchalaridan topib olamiz. Mana platamizni ham ochib oldik. Xo'p. Radio blok do'stiga Bluetooth'ni o'rnatamiz. Bunga 5 volt 78 33 dan olamiz. 5 volt kirish, 3 volt chiqish. Shuni bu oyoqchasiga payat qilamiz, 5 volt keltirib ulaymiz. Massa shuni o'zida olsak bo'ladi. Mana AUXni o'ng, chap, AUXni massa liniyasi 3 ta taroqchalardan topib olamiz. Shu bilan Bluetooth'imiz ishlab beradi. AUX holatiga. Video foydali bo'lgan bo'lsa, tanishlarga, do'stlarga yuborib qo'yamiz. Obuna bo'lamiz, like bosishni unutmaymiz. AUXni o'ng taraf liniyasi, AUXni chap taraf liniyasi, AUXni massasi. Mana ana shu taroqdan topib olayotganimiz. O'zim ham birinchi marta qilib berishim edi Cobaltga. Bunaqa qilib ko'p holatda AUXni orqa tarafiga payat qilib berardik. Topib oldik, bu ishonchliroq bo'ldi-da. Mana 5 volt ulaganimizda mana Bluetooth'imiz o'zini qo'yib oldik. Qilib mana massasi